Assalom, hurmat ustozlar, savoldoshlar. Mush fursatda ona til sadosini yana bir qatim samolarga solmoqchi bo'lganligimdan intayin xursandman. Ona tilga hurmat qilishni o'zimizdan boshlaymiz. 21-fevralning qanday kun ekanligini balkim ba'zilarimiz bilsakmi, yana ba'zilarimiz bilmasligi mumkin. PDT yezi Ma'rif ilm-fan va madaniyat tashkiloti 1999-yil qaror ma'qullash orqali har yil 21-fevralni ona til kuni qilib bekitib, ona tilni qo'llash orqali til va madaniyatning ko'p xilligini saqlab qolishni tashabbus qilgan. Men ajoyib chuvordan to'lashni bilmayman. Mening biladiganim haqiqatni so'zlash. Mundaq bir ish menga ona tilning naqadar muhim ekanligini tushuntirdi. Bir kuni adabiyot darsi o'qituvchimiz bilim ishqida degan darsni so'zlab o'tib, tuyuqsiz bir qiz savol tushirdi. Sizning hozirgi nishoningiz nima deb so'radi. Bu qiz sal buduqarni o'rnida turib, "Muallim, nishon degan nima?" deb yondirib so'radi. Muallim hayron qoldi. Biz ongacha bu qiz hanuzcha maktabda o'qigan deb bildirdi. Sizning sinfda buduqsizni hanuzcha maktabda o'qigan hanzuvalik savolchilar olib boradi. Ular Uyg'ur tilidagi eng oddiy turmush so'zlarini tushunmaydi. İctimai paylarda ilingan insanlarda ularning oladigan aram 10 tashlaydi. Muallim intayin cho'chigan va afsuslangan holda sizning ona tilda qaytaringiz bega ojiz ekan. Sizga ayrim vaqt chiqarib Uyg'urcha takror qilib bersam bo'lg'ada dedi. Muallim bergan va'da bo'yicha hozir 13 nafar hanzuvalik savolchiga Uyg'urcha takror qilib berdim. Men bu ishdan keyin ko'p tilli bo'lish sharaf, ona tilni unutish nima degan so'zning tegishligiga haqiqiy yetdim. Xo'sh, til degan so'z oldin bilan o'z omdiligi pishib bo'lish, ondan ikkinchi tilni o'rganish deganlik. Hargizmi ona tilini tashlab deganlik emas. Shu narsa esimizda bo'lsinki, maktabda bolalarning ona tilini tashlayotganlik, dal bolalarning o'zini tashlayotganlik bilan baravar. Agar bolalarimizni boshlang'ich ona tilga berib, undan to'liq savodini chiqarmay turib, ikkinchi tilni o'rganadigan, undaq bu bolalar kelgusida ona tilini yarim savod va ular o'rgangan ikkinchi tilni yarim savod bo'lib qoladi. Demak, tildagi har qanday fikr va mulohaza ona til asosida bo'ladi. Hozir bir qism hanzucha bilmaydigan kishilarimizdan kunlik turmush orqali yetildirgan plastirni rubo cho'kun qo'yda degandek abjad so'zdan amlantiramiz. Agar o'zimiz abjad so'zni tuzatmay ekanmiz, bir kelib bizga, "Hay, sen abjad so'zni so'zlayotsan, tuzitib ol" degan gapni qilamiz. Shunday misollar quloq tuyulib jaranglaydi. Ko'p til bilish sharaf ish, turdagilar yusilish, ona tilsiz sizish qiz Uyg'ur tilini yig'lamoq. Daraxt bo'lmas yurtsiz, millat bo'lmas o'zsiz, ulay qolsam seningsiz Uyg'ur tilini yig'lamoq. Oldingi rivoyatda uyga bir qancha qiz savolchini qilmoqchi chaqirdim. Uyga kirib oyoq olmoq turgan vaqtida orsidan biraylar. "Adash, ortiq to'shay bormi? Biz ko'p bo'lg'achqa mol tizib qo'ygan ichki to'shim yetmadi" dedi. "Sening adashim, uyimda to'shay yo'q, sopigash bo'lsa bo'larmi?" dedim. U qiz qidirib patirib turdi menga, bir boshqa qizlar qarab sinarqab qoldi. Shundan keyin u gap so'zga qildi, qat qildigan bo'ldi. Til millatning muhim belgisi. Til u ikkinchi vatan. Merhum dehqon shoir Ro'zboyevning muni bir ko'pli she'ri hali ham esimda. Mushtildan Navoiy kiygan Navo tojini, Shoh Nasratning mushtil erishtirgan sharafga, yuz qatojiblik ata qilgan mushtil Mahmud buvam shu tilda dars o'tgan arabga. Shundoq bir zamonlarda bizim butkul dunyoga tunutgan narsaning boshqa narsa emas, dal bizning ona tilimiz ekanligini unutib qolmaylik. Fransiya yozuvchisi Davletning oxirgi dars hikoyasini hammamiz bilamiz. Ammo bizni hech kim oxirgi darsni o'tishga majburligi yo'q. Mening bu hikoyani aytishimdagi sabab shundaki, tabiblarimiz allaqachon oxirgi darsni o'tib bo'ldi. Endi navbat ijtimoiy fanlarga ondan jonliq tilga keladi. Şuna her birimiz ona tilimizga hurmat qilaylik, ona tilga hurmat qilishni o'zimizdan boshlaylik. Her birimiz yuksak mas'uliyatchilik bilan o'zimizni saqlaylik, boshqalarni nazorat qilaylik. Til degan vijdonimiz